Keyingi 308 versamizda Mythic Forge ruletkasiga qaysi skilllar qaytishi va nihoyat aniq bo'ldi. Ulardan birinchisi mexanik akula seti. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Chiroyli, bunaqa animatsionli emotsiyasi bo'ladi va xilpiradigan orqa tomoni ham chiroyli bo'ladi. Keyingi esa Bahodir seti, Bahodir akani seti. Uni ham emotsiyasi bor, bunaqa baliqda olib chiroyli emotsiya qiladi. O'sha baliq sifat qilib yasab qo'yilgan. Uchinchi mifik kostyumimiz esa bunaqa zamonaviy Lord seti bo'lar ekan. Buni hech qanaqangi emotsiyasi yo'q, lekin ko'rinishi chiroyli. Kostyum yarmi zamonaviy, yarmi o'sha eski zamonda lordlarga o'xshab yasalgan. Qurollarga keladigan bo'lsak, birinchi quroli S12K drabash uchun mana shunaqa kuchaytiradigan skinni qaytarishadi. Atom Trigger deb nomlangan ekan. Kilchati ham bor va dushmanga tegsa chiqadigan unaqa chiroyli effekti ham bor. Keyingisi Kar 98K Koryak quroli uchun mana shunaqa binafsha rangli, chiroyli kilchatli skinni ham qaytarishar ekan. Atigi 3 levelgacha chiqadi xolos bu Koryagimiz. Keyingisi Uzi quroli uchun